Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasining 2026-yilga mo'ljallangan soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari qabul qilinishi munosabati bilan soliq qonunchiligiga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Xususan, endilikda soliq qarzi mavjud bo'lgan tadbirkorlar uni debitor qarzdorlar hisobidan undirish uchun soliq xizmati organlariga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozirgi lavhamizda bu haqda batafsil so'z boradi. Mamlakatimizda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash hamda ular uchun teng raqobat muhitini yaratish maqsadida soliq qonunchiligi izchil ravishda takomillashtirib borilmoqda. Xususan, har yil boshida soha faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan qator o'zgartirish va qo'shimchalar joriy etiladi. Ilgarigi vaqtlarda korxonamizning soliq qarzdorligi mavjud bo'lsa, majburiy ijro hamda soliq organlari tomonidan avtotransport vositalarimizga, binolarimizga xatlovlar qo'yilar edi. Vaholanki bizning korxonamiz boshqa bir yuridik subyekt oldida debitor mablag'larimiz mavjud edi, pulimiz bor edi. Lekin ushbu mablag'larni olish imkoniyati anchalik qiyin edi. Sud organlariga murojaat qilish, ancha yugur, ancha qiyinchiliklarga duch kelar edik. 2026-yildagi yangi o'zgarishlar biz tadbirkorlik subyektlari uchun ancha qulayliklar yaratdi. Hozirgi vaqtda soliq qarzini debitorlarimiz hisobidan undirish imkoniyati mavjud bo'ldi. Biz ham o'zimizning soliq qarzimizni debitorlarimiz hisobidan undirish uchun soliq organlariga murojaat qildik. Bu yil ham tadbirkorlar uchun qator qulayliklar yaratildi. Jumladan soliq qarzi mavjud bo'lgan yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun yangi huquqiy mexanizm amaliyotga joriy etildi. Unga ko'ra, soliq to'lovchilar o'z soliq qarzini debitor qarzdorlaridan undirish maqsadida soliq organlariga murojaat qilish huquqiga ega bo'ldi. Murojaatga o'zaro tasdiqlangan va bir tomonlama imzolangan hisob-kitoblarning solishtirma dalolatnomasi ilova qilinishi lozim. Agar soliq to'lovchi bir tomonlama imzolangan solishtirma dalolatnomani taqdim etsa, soliq organi ushbu hujjatlar va qarz mavjudligi tasdiqlovchi ko'chirma nusxalarini 3 ish kuni ichida debitorlarning shaxsiy kabinetiga dalolatnomani imzolash yoki rad etish uchun bildirish xati bilan birga yuboradi. Debitor bildirish xati olingan kundan e'tiboran 10 ish kuni ichida dalolatnomani imzolashi yoki qarzi mavjud emasligini asoslab rad javobini berish shart. Belgilangan muddatda javob berilmasa, debitorlik qarzi tan olingan hamda soliq qarzini debitorlari hisobidan undirishga rozilik berilgan deb hisoblanadi. Mazkur yangiliklarni tadbirkorlik subyektlari vakillariga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyatida soliq xizmati organlari xodimlari tomonidan manzilli targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ma'lumot uchun aytish joizki, ayni kunga qadar viloyatda soliq xizmati organlariga 10 ga yaqin yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq qarzini debitorlar hisobidan undirish bo'yicha murojaat qilishgan.